Kia Sonet'ni 3-pozitsiyasini ishqibozlari juda ham ko'p. O'tgan safar ketma-ket sotdim qo'yganlarim. Mana 25-yil hisob ma'lumotnoma 100% to'lov qilib olgan ekanlar akamlar. Mashinamizni kraskasi top-toza, kichkina mana shu jimjilo miniatyurasi bor ekan, arzimagan narsa. Parol qo'ydirganlar. Xo'p, yurgan probegi kujniy salon mana bunaqa qovurg'ali bo'ladi, bilasizlar, 21900 kilometr yurgan. Ko'pchilik kuzatadi meni. Bilasizlar, Sonet'ni uzoq yo'lda 3.9, ya'ni 100 kilometrga 3,5 litrdan ko'proq rasxod qiladi. Shahar ichida 5-5,5 litr rasxod qiladi. Men o'zim haydaganim uchun aytayapman. O'zimning yaqinlarim ham olishgan. Foydalanib qolinglar. Kia Sonet 3-pozitsiyasi, 2-pozitsiyasidan 10 ta farqi bor. Lyuklari, yana boshqa abduflari bilan ham mana shu yerda ham ozgina qirilgan joyi bor ekan. Aytib o'tib ketyapman. Mana kraska toza. Foydalanib qoling. Stalniy rang 2025-yil hisob ma'lumotnoma 3-pozitsiya Sonetimizni srochniy narxida 15700 bo'lsa beraveramiz. Aloqaga chiqinglar.